Hozir mansarda qismiga konditsioner qo'yapmiz. Hozir trubkalar mana shu joydan chiqadi. Bu yoqda suv oqadi. Bu yoq shunda to'silganda mana trubkalarni olib qo'yganmiz. Ertaga yomg'ir yog'sa ham ichkariga suv kirmaydi, chunki yon tarafdan hech qachon yomg'ir urmaydi, tushmaydi. Shunaqa shapkasi bo'ladi. Hop. Keyin konditsionerni montaj qilayotganda trubkasi bukilmasligi uchun shunaqa instrument biz montaj qilamiz. Bu rezinaviy truba gib. Misol ichkarida bilinmaydi, qayerda bukilgan joyi bo'lishi mumkin. Buni tortsa o'zi chiqadi. Agar bukilib yo eti bukilib qolganda u chiqmasligi. Tubamiz hech qayta bukilmagan. Hamma standart montaj bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.